Bu dron kalaskani yangi yil aksiyasi 350 mingdan skidga qo'ydik. Hozirgi kunda hisoblasak, kurs ancha baland bo'lib ketgan. 13 mingga yaqinlashib qolgani uchun hozir bunaqa narx qo'ymaylik skidga, unaqa ko'tarmaylik deyishganligi uchun ham yo'q, narxni oshirmaymiz xalqqa. 350 mingdan sotamiz deb yana sizlarga shu dron kalaskani 350 mingdan qo'yamiz. Faqat sizlardan iltimos, do'kon kelib 2-3 ta narsa olma, kelishtirib ber, u bu deb o'tirmaylar, chunki eng arzon narxini qo'yaman, faqat xafa bo'lmaylar. Hammadan arzon bo'lsin, arzon narxda xarid qilinglar, ro'za oyda savob bo'lsin deb sizlarga ancha arzon narxda qilib beraman, lekin ba'zi bir bizlarning xaridorlarimiz kelib, "Ya narxni tushib ber, $5 tushib ber, $10 tushib ber" deyishadi. To'g'risi, o'zimga $5-10 qolmaydi sizlar so'rayotgan pul. Aytsak xafa bo'lishyapti, tushib bermasangiz ham xafa bo'lib ketib qolishadi. Faqat shunga e'tibor beringlar, tushib bera olmayman. Endi video obzori kelgan bo'lsak, dron kalaskamiz Babaho firmaniki, bemalol to'rashacha ko'taradi va yig'iladi. Ruchkalari ham bo'yliga qarab baland past qisaylik bo'ladi. Sidenasi xolisanglar bu yoqqa qarab ishlatsanglar bo'ladi. Xolisanglar ikkita yonda knopkasi bor. Knopkani bossanglar yechiladi va o'zingizga qaratib ham qotirsanglar bo'ladi. Qotirish juda ham oson. O'zining yonida mexanizm bor. Mexanizmni bossanglar bo'ldi, qotirildi. Endi yig'ilishga keladigan bo'lsa, yig'ayotganimizda birinchi sidenasini yechib olamiz. Tegidagi tuxumini addenni qo'yamiz. Va bu yerda knopkasini bosamiz. Ixchamgina bo'lib yig'ilib ketadi. Ko'rib turganingizdek ixcham bo'ladi. Vesi taxminan 1 3 kilolar chiqadi. Kimga shunaqa dron kalaska kerak bo'lsa, bemalol Beybridge'ga murojaat qilinglar. Yengil dron kalaskalarni 350 mingdan xarid qilib olinglar.